Assalomu alaykum akalar. Mana xudo xolasa bugun Qashqadaryo Kasbi tumani Qamash qishlog'ida nasosimiz chiqdi. 350 talik 75 kilovat bilan mahallaga qo'yib berdik. Nasoslarimiz chiqishlari zo'r inshaalloh. Uyaltirmadi. Mana shitlarning ichi ham hammasi shit o'ziniki ekan, boshqa tillar birga qo'yib berdik. Nasoslari chiqishlari zo'r inshaalloh. Qashqadaryo viloyati Kasb tumani 350 talik nasos. Mana otishlar. O ag'dab akam ko'milyapti. Mahallaga qo'ydik. Aka. Tog'a qanday chiqdi? Nasosimiz yaxshimi, ma'qulmi? Zo'r. Bo'ldi. Mana shu Xudo kerak. xolasa agar mana shunday ishlab tursa, xalqimiz ham shodob bo'lib, xalqimiz ham xursand bo'ladi. Xudo xolasa inshaalloh. Ha, mana shu Xudoning hamma narsa duo bilan-da. Ha. Hamma narsa duo bilan inshaalloh. Qashqadaryo viloyati Kasb tumani Qamash qishlog'ida mahallaga qo'yildi. Kimga shunday nasoslar kerak bo'lsa, afsonaga nomerlar qo'yib o'tamiz. Like gumillatib bosasizlar. Motorlarimiz zo'r ishlayapti inshaalloh. Çok ishlab qo'ydik. 75 kilovatli motorimiz 92-93 amperda ishlashyapti. 55 kilovat to'kini olib ishlayapti. Inshaalloh zo'r.